O'tgan safar ma'ruzamizda arablarni kelib chiqish tarixlarini aytdik. Bugun inshaalloh Ka'batullohni tarixlaridan gapiramiz. Ya'ni Baytulloh birinchi bo'lib qachon qurilgan va necha marta buzilib qayta qurilgan, shular haqida inshaalloh sizlarga ma'lumot beramiz. Ka'batulloh birinchi bo'lib Odam alayhissalom tomonidan qurilgan Baytul Uzza hisoblanadi. Undan keyin Ibrohim alayhissalotu vassalom Allohning buyrug'i bilan Hojar onamizni Makka ga olib borib qo'yganlaridan keyin Ismoil alayhissalom balog'at yoshidan o'tganlaridan keyin ikkovlon Ismoil alayhissalom va Ibrohim alayhissalom tomonlaridan Baytulloh, ya'ni hozirgi Makkadagi Haram-i Sharif qurilgan. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayti va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Eslang ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, vaqtiki Ibrohim alayhissalom Ismoil alayhissalom orqali, ya'ni ikkovlon Baytullohni qurayotganliklarini eslang. Ya'ni devorlarni ko'tarayotganliklarini eslang. Mana shunda Ibrohim alayhissalom mana shu amalni bitganlaridan keyin duo qilgan ekanlarki: "Robbana taqabbal minna." Ey Allohim, mana shu Baytullohni o'z nihoyasiga yetkazdik. Biz bu solih amallarni bizdan qabul qilgin. Innaka antas samiul alim. Albatta sen eshitguvchi va bilguvchi zotsan deb Ibrohim alayhissalom duo qilgan ekanlar. Buni qarangki, Ibrohim alayhissalom Baytullohni qurganlaridan keyin Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo amr etdiki: "Ey Ibrohim, bir tog'ning ustiga chiqib odamlarni chaqiring." Ya'ni Abu Qubays degan bir tog' bor. O'sha Makkada. Ana shu Abu Qubays tog'iga chiqib odamlarga azon chaqiring dedi. Alloh azza va jall Haj surasida marhamat qiladiki: "Astag'izu billah va azzin fin-nasi bil hajj yatuka rijalan va ala kulli damiri yatina min kulli fajjin amiq." Sadaqallohul azim. Ey Ibrohim, mana shu tog'ning ustidan chiqib odamlarga azon chaqiring. Odamlar butun yer yuzidagi barcha burchaklardan mana shu Haram-i Sharifga keladilar deganda Ibrohim alayhissalom: "Yo Rabbi, bu inson bo'lgandan keyin inson birinchi o'sha ishlarni aqliga solib, aql tarozisi o'lchamida u o'lchab keyin gapiradi. Yo Rabbi, meni ovozim qayoqqacha boradi? Men tog'ning ustidan chaqirsam, narigi toqqa borish mumkin, vodiygacha borish mumkin" deganda Ibrohim alayhisalomga Alloh aytdiki: "Ey Ibrohim, sizdan yetkazish bor, lekin ularni qulog'iga olib borib yetkazish bizning zimmamizda. Alayyal balagh." Ibrohim alayhisalom Abu Qubays tog'idan chiqib odamlarga azon chaqirdilar. Azon hozirgi Allohu akbar emas, balki odamlarni hajga kelishligini, mana shu Baytullohni ziyoratiga chaqirdilar. Lekin buni qarangki, Allohning qudrati bilan qiyomatgacha yetib keladigan kim Haram-i Sharifga boradigan bo'lsa, ana shu azonni qulog'iga yetganlik sababidan borar ekan. Alloh taolo qiyomatgacha keladigan ummatga u ana shu Ibrohim alayhisalomni azonlarini yetkazadigan bo'ldi. Kim Haram-i Sharifni ziyoratiga borsa, demak bilingki, u ana shu azon uni qulog'iga yetib borgan bo'ladi. O'shaning uchun hojilar kelib: "Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak" degan duo Ibrohim alayhisalomning azonlariga bu javobdir. "Labbayk Allohumma labbayk", yo Rabbi, men sening amringga men tayyorman. Men javob berib kelyapman. Labbayk Allohumma labbayk la sharika lak labbayk. Sening amringga men muntazirman va senda sherik yo'qdir. Innal hamda va ni'mata laka wal mulk. Barcha ne'mat, barcha hamd va sanolar, barcha mulk seningkidir. La sharika lak. Sening ne'matingga ham,
hamdu sanoyingga ham, sening mulkingga ham hech qanaqa sherik yo'qdir. Barcha ne'matlar mana shular seninkidir. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Demak, mana shu labbayk Allohumma labbayk ana shu hojilardan bo'ladigan sado hammasi Ibrohim alayhisalomning azonlariga javoban. Ana shu Allohning qudrati bilan qiyomatgacha boradigan hojilar hammalari Ibrohim alayhisalomning azonlariga labbay deb borar ekanlar. Buni qarangki, Ibrohim alayhisalom dunyodan o'tib ketdilar. Bu Baytulloh balandligi 4 metr bo'ldi. Ibrohim alayhisalom bilan Ismoil alayhisalom qurilgan Baytulloh balandligi 4 metr edi. Uzunligi 12 metr edi. Buyog'i esa 10 metr edi. Mana shunday Ibrohim alayhisalom, hatto eshigi yerdan edi. Eshigi yerdan edi, u eshik qo'yilmagan edi. Xohlagan odam kirib chiqar edi. Eshik ham qo'yilmas edi. Buni qarangki, ana shu Ibrohim alayhisalomdan davrlaridan qurilgan Baytulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 35 yoshlarida bo'lgan vaqtlarida Makkaga juda katta sel keldi. Juda katta sel kelgandan keyin butun Baytullohning devorlarini hammasini oqizib yubordi. Katta sel. Lekin mana shu sel kelishidan oldin katta yong'in ham olgan edi Baytullohni. Bo'yi juda pastlab qolgan edi. Odam bo'yidan sal balandroq bo'lib qolgan edi. Ana shunda Quraysh qabilasi ana shu Baytullohni qayta qurish fikri tug'ilib qoldi. Buni Valid ibn Mughira, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning otalari Valid ibn Mughira shu maslahatni berib odamlarni jalb. Chunki Valid ibn Mughira o'sha vaqtda Quraysh qabilasida eng gapi o'tadigan oqsoqollardan edi. Lekin uni buzish katta muammo edi. Nimaga deganda, chunki Abraha degan Yamandan kelgan Abrahaning katta musibatga uchrashi, ularni Alloh taolo yer bilan tishlatgani, hammasini yo'q qilgani voqeasi ularga mashhur edi. Chunki Abraha Yamanda juda katta shirk qurdi. O'sha vaqtda katta ibodatxona qurdi. Nimaga? Makkadagi odamlarni o'sha yoqqa ko'chirish maqsadida. Lekin bu tabiiy holatda kelgan edi. Allohning amri bilan kelgan edi. U bir sun'iy holatda shu Makkatullohdagi Ukkoz bozori bo'lardi. Juda katta bozor, dunyo bozorlari bo'lgandan keyin shu bozorlar odamlar kelgandan keyin jahon bozori bu yoqqa aylanadi degan ma'noda Yamanda katta ibodatxona qurib hammani shunga jalb qildi. Lekin mana shu Makkadan bir qavmdan bir kishi borib, ana shu ibodatxonasiga kirib, Yamandagi ibodatxonasiga kirib, ibodatxonani o'rtasiga o'tirib axlat qildi. Va u axlatni olib, shu Abraha qurgan ibodatxonani devorlariga surtib chiqdi. Mana seni ibodatxonang. Abraha mana shu yerda qasam ichdiki, Allohga qasamki, men borib Ka'bani buzaman dedi. Va butun nimadan o'sha Yamandan fillarni boshqarib Makkaga keldi. Lekin Makkani bilasizlarki, faqat tog'li joy. Lekin qaysi tog'ning ichida o'sha Ka'ba hech kim bilmaydi. Chunki uning xabari Makkaga yetib kelgan ediki, Makkani buzmoqchi Abraha degan podshoh kelyapti Yamandan, lashkar tortib Makkada. Endi qabilachilik o'sha vaqtda ular katta lashkar degan narsa yo'q. Hamma qochib shaharni tashlab toqqa chiqib ketdi. Lekin Abdul Muttolib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bobolari tirik edi. Bu keldi, Makkaga keldi, lekin Ka'batullohni topish kerak. Ka'batulloh hech kim bir ko'rsatadigan, hatto ko'chada, qishloqda hech kim yo'q. Lekin Od qavmidan qolgan bir Abu Rog'ol degan odam bor edi. Ismi Abu Rog'ol. Ana shu Abu Rog'ol, yuringlar, men sizlarga Ka'bani ko'rsataman deb ana shu katta lashkarni, filni boshqarib keldi mana shu yoqqa.
Ka'baga yaqinlashganda endi buzaman degan vaqtda Alloh taoloning qudrati bilan osmonda bir to'da qush paydo bo'ldi. Tayron ababil. Bu tayron ababil ana shu Ka'batullohning tepasida bir to'da qush paydo bo'ldi. U qush endi bular buzaman degan vaqtda har birini tumshug'ida no'xatday tosh bor edi. Ana shu no'xatday bor toshni ichida uni kimni ustiga tushadigan bo'lsa shu odamning nomi yozilgan edi. Allohning qudrati bilan u toshlar shu qavmning ustiga tashlanganda ularni boshidan kirib oyoqdan chiqar edi. Hammasi tutday to'kildi. Bu Allohning qudrati bilan. Shu jumladan Abu Rohil ham o'ldi. Ana shunda Alloh taolo alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ashabil fil bo'lgan Abrahani Alloh taolo qanday tutday to'kiltirganini ko'rmaysizmi? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil va arsala alayhim tayran ababil. Tayron ababilni Alloh taolo ularning ustiga tashlab balo qilib hammasini tutday to'kiltirdi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, go'yoki xuddiki mol yemni yeb yalma qilib hamma yo'qni rasvo qilib yarmini yeb yarmini shu qolganday qildi deyapti Alloh taolo. Ularni mana shu balo bilan nima qildi? Yo'q qildi. Lekin ana shu xabar butun arablar ichida tarqalgan ediki, Ka'batullohga hech kim tegish mumkin emas. Kim tegsaga balo keladi. Ana shunda Quraysh hamma qo'lida bolta, boshqa narsa kelgan, lekin buzishga hech kim jur'at qila olmayapti. Ana shunda Valid ibn Mughira aytdiki, ey qavm, bu Ka'bani buzishdan maqsadimiz nima? Isloh qilishmi yo buzib tashlashmi? Hamma aytdi isloh qilish. Unda buzamiz. Alloh isloh qiluvchilarni hech qachon halok etmas dedi. Birinchi bo'lib o'zi buza boshladi. Unga ergashib hamma buzab, xullas Ismoil alayhisalom qurgan bitongacha keldilar. Ana shu tak kursiga kelganda, demak tak kursini tagidan juda katta o'sha naqshli toshlar chiqdi. Naqshli toshlar kim agar Ka'batulloh degan bir muazzam joyga arablarning odati bor edi. Bizda ham shunaqa odat borki, kim o'shani qilsa, albatta nomini yozib qo'yadi, toki keyingilar uchun asorat maqsadda. Falon yilda falon bir qavm nomidan yoki falon ibn falondan tomonidan qilingan degan narsalar bor. Ana shu naqshlar chiqdi. Ana shundan keyin hammalari tak tomiri bilan demak Ka'batullohni buzgandan keyin endi qayta quramiz. Lekin shart shu ediki, zino puli bo'lmasligi kerak, ribo pullar bo'lmasligi kerak, zulm sitam pullar bo'lmasligi kerak, hammasi mehnat bilan topilgan pul bo'lishi kerak. Vaholanki din kelgan yo'q hali. Hammalari mushrik. Hali Rasulullohning payg'ambarliklari kelgan yo'q. Mana shu vaqtda ham zino harom bo'lganligi ma'lum, ribo puli harom bo'lganligi ma'lum. Ana shunda Qurayshliklarning hammalari, ya'ni katta oqsoqollari yelkalariga toshni ko'tarib, endi bu faxr ish, o'zlari tashar edilar. Mardikor yoki ish kuchi jalb qilmas edilar. Ana shunda hatto Abbos amakilari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha vaqt 35 ta edilar. U kishi ham muborak yelkalariga toshni tashar edilar. Hatto bir kun toshni olgan vaqtlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni avratlari ochilib ketganda hushlaridan ketgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma kuni ham aytdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hatto nomaqbul narsalar ko'rinmagan. Hatto bir marta o'sha yerda avratlar ochilganda ham hushlaridan ketganlar. Ikkinchi marta o'sha qo'y boqar bitta odamni chaqirib, ya'ni sheriklarni chaqirib, sen qo'y boqib tur, men borib falon to'yni guvoh bo'lmoqchiman deganlarda ham devor ordiga kelgan, endi boshlarini ko'tarib shu narsaga guvoh bo'laman deganda Alloh uyqu berdi. To ertalabgacha quyoshning issig'i bilan uyg'onib ketdilar. Alloh mana shu narsalardan muhofaza qildi. Alloh aytadi o'ziga, "Vallohu ya'simuka minan nas."
Alloh sizni odamlarning yomonligidan muhofaza qiladi degan oyatga binoan. Xullas, buni qurayotgan katta injener Boqim ismli najjor edi. Demak, hammalari Ka'batullohni ko'tara boshladilar, lekin Ka'batullohni ko'tarishlik, demak Ibrohim alayhisalom davrlarida bu yog'i 12 metr, bu yog'i 10 metr, balandligi 4 metr edi. Lekin bular balandligini yana 4,5 metr qildilarda, demak 9 metrga yaqin bo'ldi. Lekin bu yog'ini 12 metrga yetmadi. Chunki nafaqa pul yetmadi. O'sha halol puldan bo'lish kerak edi, u pul yetmadi. Ana shunda majbur bo'ldilar, Hatimni ajratib yubordilar. Hatim hozirgi kunda bunday devorcha qilingan, hojilar yaxshi bilishadi. O'sha janozalar yoki ayrimlar o'sha Ka'batullohning ichiga emas, o'sha joyga kirgizadi. Lekin Ka'batulloh o'sha ham. Devorini yerdan balandroq qilib qurdilar. Narvon bilan chiqadigan bo'ldi. Chunki Ibrohim alayhisalom davrlarida hatto eshik ham yo'q edi. Devori yerdan edi, nimasi, eshigi. Lekin bular o'zlaridan kelib chiqib, buni har kim kirmasi kerak, u yoq bu yoq degan gap bilan xohlagan odamlarni kirgizib, xohlamagan odamlarni kirgizmaydigan maqsadida ana shu devorni nimadan, yerdan baland qilib, narvon bilan kiradigan qilib qo'ydi bular. Eshik qo'ydi shu bilan. Ana endi buni har bir ustuni, 4 ta ustun bo'lsa, har bir ustunini har bir qabilani boshliqlari o'zlari yelkalariga tosh ko'tarib mana shuni quradigan bo'ldi. Boshqalarni sherik qilmas edi ular. Shu darajada faxr ish. Navbat Hajarul Aswadga keldi. Endi Hajarul Aswadni kim qo'yish kerak? Bu janjal 4 kecha 4 kunduz ketdi. Hamma o'z qabila qo'yishi kerak yoki hamma o'zim qo'yaman degan ma'no kerak. Chunki Hajarul Aswadni barchamiz bilamiz, u aslida Hajarul Abyad bo'lgan. Al-Hajarul Abyad bo'lgan. Jannatdan u oppoq, sutdan ham oq bo'lib tushgan tosh. Lekin u odamlarning gunohini ko'tarib oxir qorayib ketgan. Hajarul Aswadga aylangan. Ana shu Hajarul Aswadni qo'yish kerak. Bular tortishib ketdilar. Lekin mana shu yerda Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzumi degan odam, ya'ni Xolid ibn Validning amakisi, Valid ibn Mughirani akasi. Ana shu aytdiki, yoshi ulug' edi, ey qavm, to'xtanglar. Tortishmaylikda bitta hukmga kelaylik. O'sha hukmga hammalarimiz rozi bo'laylik. Nima hukm edi? Hukm shu bo'ldiki, ana shu Makkaga, ya'ni Ka'batullohga kim birinchi kirib keladigan bo'lsa, o'sha qo'yadi deb hamma rozi bo'lishdi. Birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keluvdilarki, hamma rozi bo'ldiki, ha, chunki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida yolg'on gapirmaganlar, ishonarli odam bo'lganlar, hech kimga yomonlik qilmaganlar, hamma yaxshi ko'radi bo'ldi. Hammamiz shu kishiga topshirdik deb, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak ridolarni yozdilarda, aytdilar, endi har bir qabilani boshlig'i kelib, o'sha ridoni bir chetidan ushlasin. Har bir qavmni boshliqlari kelib, shu ridoni chetidan ushladida, Rasululloh muborak qo'llari bilan shu Hajarul Aswadni oldilarda va o'sha ridoga qo'ydilar. Keyin olib borib joyiga qo'yganda muborak qo'llari bilan ana shu Hajarul Aswadni o'z o'rniga qo'ydilar. Mana shu bilan u janjal bitdi. Lekin buni qarangki, Ka'batulloh ikkinchi marta buzib qayta qurildi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz radhiyallohu anhoga aytdilarki, ey Oysha, agar qavmimiz hadis va ahd bo'lmaganda, hadis va ahddan murod endi islomni qabul qilmagan edi, islomi ancha uzoqroq, iymoni mukammal bo'lgan vaqtida men bu Ka'batullohni buzib Ibrohim alayhisalom qurgandek qurgan bo'lardim. Lekin bu qavmim tushunmaydi. Hozir buni buzsam katta janjalga sabab bo'laman degan ma'noda gapirganlar. Eshigini ikkita qo'yardim, yerdan qo'yardim va bu odamlar kiradigan bu yoqdan kirsin, u yoqdan chiqsin qilardim degan hadislari bor, Oysha onamiz aytganlar. Lekin Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tganlardan keyin, 4 mo'tabar xalifalar dunyodan o'tgandan keyin taxtda Marvon ibn Hakamning o'g'li Abdul Malik ibn Marvon keladi. Abdul Malik ibn Marvon 65-hijriy sanada keladi taxtga.
Taxtga kelgan vaqtda buni bosh vaziri, ya'ni bosh qo'mondoni Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi bo'ladi. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi juda ham qattiq qo'l bo'ladi. Hatto sahobalarni ko'rgan odam bo'lsa ham, u o'zi tobiin, sahobiy emas, tobiin bo'ladi, lekin juda ham qattiq qo'l bo'ladi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu Bani Saqifdan mubir keladi deganlar. Mubir muhlik degani. O'ta halokatli odam. U Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi bo'ladi. 3000 ta sahobini qilichdan o'tkazadi. Hatto Abdulloh ibn Umarni radhiyallohu anhuni Hajarul Aswadda tiqilinch paytida odamlar orasidan bitta kichkinagina qalamchaga uchiga zahar qo'yib, odamlar ichidan u kishini badanlariga suqib qo'yadi. 3 kundan keyin Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu mazzalari bo'lmay, chunki zahar butun badanga aylanadi. Shunda yana kasal ko'rgani boradi. Sizni kim qilib qo'ydi? Men buni dushmanni topib bunday qilaman deganda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, bu ishni o'zing qilding. Bunday qilaman demakin, sen qilding derkanlar. Buni qarangki, ana shu Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi tomonidan Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'ldiriladi. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu Zubayr ibn Avvomning farzandlari. Asmo binti Abu Bakr, Abu Bakrning katta qizlari, Asmo binti Abu Bakrning o'g'illari. Zubayr ibn Avvom Rasulullohning ammavachchalari. Ana shu kishi ular Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtlarda musulmonlar qarib 2 yilga yaqin farzand ko'rmaydi. Ana shunda Madina ahlidagi o'sha ahli kitoblar tomonidan fitna chiqariladiki, bu musulmonlar bepush, ularning orqasidan farzand kelmaydi deganda birinchi bo'lib tug'ilgan farzand Asmo binti Abu Bakr tomonidan Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu dunyoga keladilar. Xurmo bilan ko'tarib quloqlariga azon aytib haqlariga duo qilganlar. Ana shunday zot 65-hijriy sanada ahli Makka, ahli Madina, ahli Hijoz bu kishiga bay'at qiladilar. O'sha vaqt Abdul Malik ibn Marvon Shomda bo'ladi. Taxtga da'vogarlik qiladilar. Ana shunda Ka'batullohni buzib bu kishi Abdulloh ibn Zubayr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis asosida quradilar. Eshigini ikkita qiladilar va yerdan qiladilar va Hatimni Ka'batullohga kirgizadilar. Lekin Abdul Malik ibn Marvon aytadiki, bu Ka'batulloh qanday bo'lsa shunday qil. Bor deb bu kishiga, ya'ni Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiga ruxsat beradi. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi borib Ka'batullohni manjaniqlar bilan buzib, yana qanday bo'lsa shu holatga keltiradi. Ya'ni eshiklarni yerdan baland qilib qo'yadi, Hatimni ajratib chiqaradi va hokazo. Rasululloh davrlarida qanday qurilgan bo'lsa shunday quradi. Mana shu minbarda buni qarangki, bu bilan necha marta bo'ldi? 4 marta bo'ldi. 4 marta demak Ka'batulloh qayta buzilib, qaytadan qurilgan. Ana shu qoldigicha qoldida Harun ar-Rashid degan Abbosiylar xalifasidagi Harun ar-Rashid taxtga keldi. Ana shunda Harun ar-Rashid kelib Ka'batullohni buzib qayta qurmoqchi bo'lganda Madinaning katta imomi Imom Malik ibn Anas kelib aytadilarki, ey Amiral Mu'minin, siz bu Ka'batullohni buzmang. Agar hozir siz buzib qayta quradigan bo'lsangiz, sizdan keyin keladigan har bir podshoh o'zinikini katta qilib qurib oxiri Ka'batullohning haybati odamlarning qalbidan ketadi. Shuning uchun tegmang deydilar va Imom Malik radhiyallohu anhu ning maslahatlari bilan Ka'batulloh hozirgacha shu holatda qoldi. Mana shu Ka'batullohga bo'lgan ma'lumot qisqacha bo'lsa ham mana shu. Inshaalloh barchamiz inshaalloh amali solihda bardavom bo'laylik. Inshaalloh yana ertaga yana tarixlardan baqadri imkon sizlarga aytgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunya va azabil akhirati bi rahmatika ya rahman. Assalomu alaykum va rahmatullohi